Aziz o'rtoqlar, yosh oila yashash uchun juda ham ideal ta'mirdan chiqqan 55 kvadrat metrlik xonadonni sotuvga chiqqan. Hozir men sizlarni umumiy qilib tanishtirib chiqaman. Ko'rsanglar, sizlarga ham yoqadi degan umiddamiz. Hozir mana bu yoqdan podyezddan kirish qismimizda bo'ladi. Bu zirkalli oynalarimiz, bu yoqda bo'lsa vstроенный shkoplarimizni joylashtirib qo'yishgan. Hop, kiraverishda bizani mana hol kutib oladi. Ya'ni mehmonxonamiz turetskiy yaxshi yumshoq mebellar joylashtirilgan va to'g'riga o'tganimizda bizani loft eshiklarimizning orqasida kuxnyamiz mavjud. Juda ham shinam, juda ham chiroyli, hamma texnikalari bilan komplekt joylashtirib tayyor qilib qo'yishgan. Ko'rib turibsizlar, patologlarimiz ham juda ham baland, patologgacha chiroyli qilib встроенный mebellarni joylashtirishgan. Bu yoqda bo'lsa mana 2 kishilik stol stullarimiz, muzlatgich, bu yoqda kontrolli sistemalarimiz, balkonlarimiz ham mavjud aziz o'rtoqlar. Ko'rib turibsizlar, mana LG televizorlarni ham mehmonxonamizga joylashtirib chiroyli qilib qo'yishgan aziz o'rtoqlar. Bu yoqda bo'lsa mana bizani yosh bolalar yotoqxonamiz, ideal tarzda bu yerda ham ta'mirdan chiqqan yumshoq kravatlari, kattagina shkoplari, bu yoqda bo'lsa dars qilish uchun stollarini tayyor qilib qo'yishgan aziz o'rtoqlar. Bu yoqda bo'lsa bizani umumiy sanuzulimiz juda ham chiroyli qilib qo'yilgan, ko'rsanglar bo'ladi, loft uslubida. Ideal turibdi aziz o'rtoqlar, juda ham chiroyli. Kelib ko'rsanglar, sizlarga ham juda ham yoqadi degan umiddaman. Hozir bu yoqda bo'lsa mana ko'rsanglar bo'ladi, 2 kishilik yumshoq kravatlari bizani master spalnimizga joylashtirilgan. Ranglari ham juda ham chiroyli, bralari, o'zini chiroyli lyustralari, ya'ni handillari, bu yoqda bo'lsa shkoplari, bu yoqda komodlari, hamma narsalari bilan tayyor qilib qo'yishganingiz o'rtoqlar. Uyimizdan narxiga keladigan bo'lsak, 115 ming AQSh dollarida kelib ko'rsanglar, yana chiroyli narxda birga qilib beraveramiz aziz o'rtoqlar. Sizlar bilan Nodirlar bo'ldi, hammanglarga omad.